Aktrisa Zarina Yo'ldosheva haqida shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Asli sirdaryolik bo'lgan, ota-onasidan erta ayrilib, mehribonlik uyida ulg'aygan sobiq raqqosa. Aktrisa Zarina Yo'ldosheva 26 yoshni qarshiladi. U bolaligi qiyinchiliklar bilan o'tganligini hamda yashash sharoiti oson bo'lmaganligini ta'kidlaydi. Ota-onam bolaligimda vafot etgan. Otam o'lganida 8 yosh edim. Onam dadam bilan birga uzoq vaqt kasalxonada bo'lgan. Biz singlim bilan buvimning uyida bo'lganmiz. Bir kuni o'ynab yurganimda amakim kelib, dadamning vafot etgani haqida aytib qolgan. Ammo u paytda vaziyatni to'liq his qilmaganman. Keyin otamning mayiti buvimning uyidan olib ketilayotganida dadam bilan xayrlashib olishimni aytishgan. O'shandagina dadamni qaytib kelmasligini his qilganman. Dadam bilan ketaman deb rosa xarxasha qilganman. Ammalarim ushlab qolishgan. Onam esa 12 yoshimda kasallik sabab vafot etdi. U sesda ishlardi. Qo'li yengil hamshira edi. Dadam kasal bo'lganlarida ham asosiy muolajalarni o'zi qilgan ekan. Onam 3 bolani boqish uchun doim ishda bo'lardi. Shu sabab singlim va ukamga qarashga vaqti bo'lmasdi. Ularni o'zim maktabga ketishidan oldin bog'chasiga tashlab qo'yardim. Darsdan chiqib, ularni bog'chadan olib, onam kelguncha uylarni yig'ishtirib, ovqatlar qilib qo'yardim. Onam ishdan charchab kelgani uchun ularni bezovta qilishni xohlamasdim. U xastalanib qolganida ukol qilishni o'rgatib qo'ygandi. 12 yosh bo'lsam ham osma ukollarini o'zim qilardim. Hayotimdagi eng og'ir kun onam o'lganida sodir bo'lgan. Shuning uchun hozir biror qiyin vaziyatga tushsam, u qadar tushkunlikka tushmayman. Chunki hayotimda undan bir necha bor qiyin kunlar sodir bo'lgan deya xotirlaydi aktrisa. Buvim keksayib qolgani va moddiy jihatdan qiyinchiliklarga duch kelgani uchun men, singlim va ukamni bolalar uyiga topshirishga majbur bo'lgan. 4 yil davomida mehribonlik uyida tarbiyalandim. O'shanda meni asrab olish uchun er-xotin kelishgan. Ammo ular bilan ketishni istamaganman. Mening ukam bilan singlim bor, qarindosh urug'larim bizni olib ketishadi deganman. Shundan keyin ular kichik yoshdagi qizlardan birini asrab olishgan deydi aktrisa. Negadir buvim onamni o'qitishni istamagan ekan. Kollejlarga imtihon topshiradigan kun onamni xonasiga kiritib, ustidan qulflab qo'ygan. O'shanda onam derazadan qochib bo'lsa-da imtihonga borganlar. Men darsdan keyin raqs to'garagiga qatnashardim. Raqs murabbiyim "Sen xoreografiya oliy maktabida o'qishing kerak, qobiliyating bor" derdi. Raqqosa bo'laman deganimda buvim jiddiy qarshilik qilgan. O'shanda tog'am "Bu qiz onasiga tortgan, yo'q desangiz qochib bo'lsa ham imtihonlarga boradi" degandi. Fe'l-atvorim onamga o'xshaydi. Qilaman degan ishimni uddasidan chiqaman. Maktabni tamomlaganimdan keyin qo'limdan ushlab Toshkentdagi xoreografiya oliy maktabiga olib kelib o'qishga joylashtirishgan. Klassik raqs harakatlaridan bexabar bo'lganim uchun ko'p qiynalganman. Dugonalarim tomonidan kamsitilgan paytlarim ham bo'lgan. Toshkentga kelib yashashim oson kechmadi. Moddiy qiyinchiliklar sabab to'ylarga chiqib pul ishlashga ham majbur bo'lganman. Ammo bu ishimdan buvim qattiq ranjigan. Shu bois qayta to'ylarga chiqmaganman, deydi sobiq raqqosa. 2017-yili ansamblimiz bilan Yulduz Usmonovaning "Ey aziz inson" konsert dasturida ishtirok etganmiz. Yulduz opa sozandalar bilan mashq qilayotganida bir chetda maroq bilan qo'shiqqa raqs tushganman. Shunda Yulduz opa yonlariga chaqirib, shu qo'shiqqa yakka raqs tushsin degan. Bir necha oydan so'ng yarim kechasi Yulduz Usmonovaning ma'muri qo'ng'iroq qilib, qaysidir aktrisa klip syomkasiga kela olmagani va o'rniga men suratga tushishimni aytdi. Rosti bu taklifga ko'nishim oson bo'lmadi. Suratga olish ishlari bor yo'g'i 30-40 daqiqa davom etdi. Syomkadan so'ng klipdagi epizodim uchun 50 AQSh dollari berishdi. Bu 17 yoshimgacha topgan eng ko'p pulim edi. Mana shu voqeadan so'ng kliplardan taklif tushsa rad etmaydigan bo'ldim. O'zimni bechora ko'rsatib, atrofdagilarning rahmini keltirgim kelmaydi. Men o'zimni bechora ko'rsatib, odamlardan nimadir tilab yashashni istamayman.
Hatto san'atga kirganimdan keyin ham ancha muddat atrofdagilarga shaxsiy hayotim haqida aytmaganman. Mehribonlik uyi rahbarina odamiylik mulki ko'rsatuviga taklif etishganda menga qo'ng'iroq qilib, sen ham borib intervyu ber dedi. Rosti shu darajaga yetishimga hissa qo'shgan insonga rad javobini bera olmadim. Ko'rsatuv efirga ketgach, atrofimdagi insonlar shaxsiy hayotimdan xabar topishdi. Kimgadir pul berib rol ijro etmayapman. Shu kungacha hech bir rejissyorga rol so'rab murojaat qilmaganman. Taklif etishsa imkon darajasida ijro etaman. Ammo o'zimni qobiliyatli aktrisa deb bilmayman. Yoshi katta artistlar bilmaganlarimni o'rgatishadi. Institutda o'qishimni tavsiya qilishadi. Ba'zi yosh aktrisalar esa ortimdan negativ gaplar tarqatib g'ashimni keltirishadi. O'zini bechora ko'rsatib PR qilyapti yoki pul berib rollar ijro etyapti degan gaplar ham qulog'imga chalindi. Menimcha hech bir inson ota-onasi vafot etganligi haqida gapirib, obro' olishni istamaydi. Men san'atga pul berish emas, pul ishlash uchun qadam qo'yganimni ham ko'pchilik biladi, deydi Zarina Yo'ldosheva. Meni mashhur odam sifatida ko'rishlarini xohlamayman. Shuning uchun hamma bilan imkon qadar oddiy gaplashishga harakat qilaman. Lekin ko'p joylarga borganimda menga bloger sifatida qarashadi. To'g'ri, u sfera ham yaxshi. Blog yuritish yomon emas, lekin meni bloger deyishlarini yoqtirmayman. Agar soham bo'yicha qaraydigan bo'lsak, meni aktrisa sifatida qabul qilishlarini xohlayman. 23 yoshimda singlimni turmushga berdim. Avvaldan singlimni turmushga berib, keyin o'zim turmushga chiqaman deganman. 23 yoshimda singlimni ota-ona bo'lib turmushga berdim. Menimcha endi kun kelib o'zim farzandlarimga to'y qiladigan bo'lsam, qiynalmasam kerak. Qarindoshlar ham kulib, xudo xola deyishadi. Chunki qizni qanday uzatish borasida tajribam bor. Endi o'zim turmushga chiqib, keyin ukamni uylantirish niyatim bor. Hozir ukam institutda o'qiyapti. Ammo turmushga chiqishdan avval Toshkentdan uy olishni va ukamni qoldirishni niyat qilganman, deydi aktrisa. Durdona bilan ijodda ham, hayotda ham dugonamiz. Durdona Qurbonova bilan dugonamiz. U bilan ishdan tashqari vaqtda ko'rishganimizda hech qachon ish masalasida gaplashmaymiz. Faqat hayotimiz va qiziqishlarimiz haqida suhbatlashamiz. Ish jarayonida oramizda raqobat yo'q. E'tibor bergan bo'lsangiz, telekanallarning Yangi yil bayrami sonida ham men xonanda Imron bilan, Durdona Qurbonova esa Mirjalol Ne'matov bilan chiqish qildik. Aslida muxlislar Durdonani Imron bilan, meni esa Mirjalol Ne'matov bilan ko'rishga o'rgangan edi. O'shanda ham ko'rsatuvga chiqishdan oldin telekanaldagilar avval Durdonani ham oldidan o'tdinglarmi? Ertaga noto'g'ri tushunmaydimi deb so'radi. O'zim oldidan ham ish yuzasidan hech qanday nizolar bo'lmagan, deydi u. Reklama evaziga olgan eng katta mulkim uy bo'lgan. Hozirgi paytda Instagram sahifamda 1.200.000 obunachim bor. Shu paytgacha reklama evaziga olgan eng katta narsam uy bo'lgan. Boshida boshqa blogerlar uy quruvchi kompaniyalar bilan shartnoma imzolaganda, nimaga meni ham ana shunday loyihalarga chaqirishmayapti deb ko'nglim g'ash bo'lardi. U paytda kuzatuvchilarim soni u qadar ko'p emasdi. Oradan biroz vaqt o'tib, men suratga tushgan Nomus seriali mashhur bo'lib ketdi. Film tugayotganda ism-familiyamizga qo'shib Instagram sahifamizni ham belgilab ketishgan edi. Ana shundan so'ng sahifamni kuzatadiganlar ortib bordi. Keyinchalik bir qurilish kompaniyasidan loyiha yuzi bo'lish taklifi tushdi va buning evaziga katta kvadrat maydonli uy berildi. To'g'ri, yuqori daromadli loyihalarda ishlaganman, lekin pul tez ishlatiladi. Uy esa yoningizda qoladi, deydi Zarina. Odatda pullarimni o'zimga, kiyinish, yuz parvarishimga sarflayman. Yangi kiyimlar olishni juda yaxshi ko'raman, deydi. Oila qurish bu kino ko'rish degani emas. Oila qurganingizdan so'ng hamrohingizning yaxshiligiga ham, yomonligiga ham chidashingiz kerak bo'ladi. Har bir qiz qatori men ham ajralib ketaman deb oila qurishni xohlamayman. Shuning uchun turmush quradigan insoningizni yaxshi ko'rib, ba'zi ayblariga ham ko'z yumishga tayyor turishingiz kerak. Menga sovchi qo'yayotganlar ham yaxshi insonlar, lekin ularning birortasi ham ko'nglimdan joy olmasa, qanday yashay olaman? Keyinchalik ko'nglimizdan joy olmagan odamlarni biror kamchiligi chiqsa, o'zingizdan chetlashtirishingizni boshlaysiz. Shu kabi oilam bo'lishini istamayman. Zarina Yo'ldosheva 2025-yilning mart oyida noxush holatga uchradi.
uni o'z uyi oldida begona yigit ta'qib qildi. Yigitning nojo'ya xatti-harakatlari ustidan ichki ishlar organlariga qo'ng'iroq qilgan aktrisa kuzatuvchilarga bu holat haqida gapirib berarkan, uchastka noziri 2 soat deganda kelganligini aytadi. Bu paytda esa ta'qibchi ketib bo'lgandi. Keyinroq aktrisa sahifasiga yana bir video joylab, notanish yigit uchastka noziri tomonidan topilgani hamda undan kechirim so'ragani haqida so'zlab berdi. Zarina o'zbek shou-biznesidagi kelinlikka nomzodlardan biri. U Shahzod Sultonov bilan munosabatlari ko'p marta muhokamalarga sabab bo'lgan. Ammo Zarina hozir aktyor haqida gapirishni istamasligini aytadi. U haqida gapirishni istamayman. Iltimos, menga u aktyor haqida hech qanday savollarni bermanglar. Nimadir bilmoqchi bo'lsangiz, uning o'zidan so'rang, deydi intervyularida. Zarina bugungi kunda eng talabgir aktrisalardan biri sifatida mashhur xonandalarning klipida suratga tushadi. Bundan tashqari teleko'rsatuvlarda ham boshlovchilik qiladi.